Nimaga O'zbekiston bilan Portugaliya o'rtoqlar? Sizlar ham eshitdinglarmi? Jahon chempionatida O'zbekiston Portugaliyaga qarshi o'ynaydigan bo'ldi. Taxminiy o'yin sanasini videoning oxirida aytaman, lekin eng qiziq joyi bu o'yin tarixda qoladi. Bilasizlarmi nimaga? Chunki Cristiano Ronaldo jahon chempionatida oxirgi marta ishtirok etishi va tarixda O'zbekiston bilan o'ynashi. Qaranglar, juda ham qiziq o'yin bo'ladi. Odamlarning kommentariyasini o'qib chiqaman. Ba'zi bir odamlar aytadi, nimaga Portugaliya bilan o'ynayapti? Endi kimga balet qilamiz deydi. Yana birovlar bo'lsa, zo'r bo'pti-yu, kim yutsa ham yutqizsa ham xursand bo'lib o'tiraveramiz dedi. Lekin meni yana bir marta jahon chempionatiga borishga bo'lgan ishtiyoqim juda ham ko'tarilib ketdi. Xullas, nima deysizlar o'rtoqlar? Jahon chempionatiga bitta katta proyekt qilib safar qilamizmi? Va kim men bilan ketgan bo'lar? Fikringizni izohda kutaman. Kimga balet qilasizlar va kim yutadi? Taxminiy sanasi 17-iyun, ya'ni 2026-yili bo'ladigan bo'ldi. Hozir kutyapman va bu yangilikni tanishchilikka jo'natib qo'yinglar. Sizlar borasizlarmi chempionatga?